Assalomu alaykum. O'zbek oyim minbaridan sadolar loyihamizning 14-soni efirda. Birov avzoyidan so'zini uqqan, 4 oyoqlab emaklaganday ishini bitiradi. Ishning pachavasi chiqishini tor tasavvuriga sig'dirolmagan tashabbus shamolida uchmaydi. Tishlarini g'ijirlatib tupuk sachratgan, gurzida urganday qalqitadi. Garangsib ko'zining paxtasi chiqqan, angrayib tez shashtidan qaytadi. Og'ziga kelgan haqorat toshi bilan birovni siylagan, ko'p og'zini yopolmaydi. Quloqqa chalingan noxush gaplar nojot izlab kelganga sixdek qadaladi. Dahanaki jangga aylangan gurungdagi so'zlar ko'zlarni moshdek ochadi. Dilida tugun bo'lib yotgan so'zlarini aytolmagan xumorini yozolmaydi. Sipolikni yig'ishtirib qo'ygan, topish-tutish haqidagi gaplarni supuradi. Qaysi gaplarimiz sizga ma'qul bo'ldi? Izohlarda qoldiring.